Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerikada bir qator muhim uchrashuv va faoliyatlarda bo'lish uchun 16 iyul kuni kechda Washingtonga yetib kelgan Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim 17 iyul kuni tunji uchrashishini navbatda Nyu-Yorkda yashab turayotgan 1933 va 1944-yillar qurilgan ikki jumhuriyatimizning jonliq shohidi, muhojiratga butun hayotini Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurishiga atagan va bu sharafli yo'lda zo'r fidokorliklarni ko'rsatgan, Amerikada Uyg'ur davosining tunji bo'lib boshlanishiga yetakchilik qilgan milliy ustozimiz G'ulomdin Ahmad Paxta apandimni yo'qlab hal so'rash bilan boshlagan edi. 18 iyul kuni Dolqin Ayso apandim Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq komitetining direktori Ömer Qanat, Qurultayning oliy maslahatchisi va Uyg'ur akademiyasining raisi Dr. Rishad Abboslarni tarkib topgan Qurultay hay'ati Nyu-Yorkda chaqirilgan asr millatlar alohida yig'iniga qatnashib, har qaysi ellardan kelgan yuqori darajalik arboblarga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishdi. Yig'in jarayonida markaziy Washingtondagi Kommunizm qurbonlari xotir fondining qurg'uvchi raisi Dr. Li va Amerikaning BDT'dagi sobiq bosh elchisi, Kommunizm qurbonlari xotir fondining navbatdagi raisi Edwin J. Folna, Kommunizm qurbonlari xotir fondining qurg'uvchi raisi Birenberg apandilar bilan ayrim ko'rishib, Uyg'ur masalasi haqida suhbat o'tkazish imkoniyatiga erishdi. Dolqin Ayso va Ömer Qanatlardan tarkib topgan qurultay hay'ati Nyu-Yorkda yana Amerika, Angliya, Germaniya qatorliq bir qism g'arb davlatlarining BDT'da doimiy turishliq bosh elchilari bilan ayrim holda ko'rish elib berib, ularga bu yil 10 oyning 30 kunidan 31 kunigacha Dunyo qurultiyi, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik gruppasi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Xalqaro parlamentarlar birligi AIPACning o'rtaq sohibxonligida Tokioda o'tkaziladigan Uyg'urlar masalasi bo'yicha Xalqaro parlamentarlar munbiri yig'ini haqida ma'lumot berish bilan birga, Amerika boshchiligidagi g'arb demokratik ellerini Uyg'urlarning muhojirat tarixida tunji qatim o'tkazilayotgan mazkur yig'inni siyosiy va diplomatiya jihatdan qo'llab-quvvatlashni talab qildi. Arqadan bosh shtabi Nyu-Yorkdagi Eli Weisel insoniyat fondi jamiyatining markazini ziyorat qilgan qurultay hay'ati Eli Weisel insoniyat fondi jamiyatining raisi Elisha Weisel bilan ko'rishib, Dunyo qurultiyi tarafidan bekitilgan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining 2-yillik munosabati bilan qurultay tarafidan 2023-yili 9 dekabr kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishni asos tema qilgan xalqaro muhokama yig'ini etishni planlayotganligini va buning uchun iqtisodiy yordamga jiddiy ehtiyoj tuyayotganligini ifoda qildi. Eli Weisel insoniyat fondi jamiyatining raisi Elisha Weisel qurultayning mazkur programmasini qo'llaydiganligini va buning uchun qurultayga 250 ming Amerika dollari yordam beradiganligini ifoda qildi. Dunyo qurultiyining tashabbusi va arzi bilan 2020-yili 9-oyning 3-kuni Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi orqa-orqadan 3 qatim isbot anglash yig'ini o'tkazish orqali 2021-yili 12-oyning 9-kuni Londonda hukm e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xitoy hukumatı Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotdi deb hukm chiqargan. Shu kuni Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim 9-dekabrni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitganligini jakarlagan edi. Bosh shtabi Nyu-Yorkdagi Eli Weisel insoniyat fondi 10-iyul dushanba kuni bayonot e'lon qilib, bu yil ichida Dunyo qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur tili, tarixi va madaniyatini saqlash ham qo'g'dashni maqsad qilib qurilgan Washingtondagi Mehribon ona Uyg'ur ona til maktabiga tunji qatimda jami 300 ming dollar yordam qildiganligini e'lon qilgan edi. 18-iyul kuni Dolqin Ayso apandim Washingtonda Amerikaga ziyoratga kelgan Kanada parlamentining hokimiyat beshidagi liberallar partiyasidan bo'lgan Avam palata a'zolaridan Samir Zubayri, Kanada parlamentining konservativlar partiyasidan bo'lgan a'zosi Arnold Versin va parlamentning Quebec gruppasidan bo'lgan a'zosi Andrin Larush xonim, Dunyo qurultiyi qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xti, qurultay kishilik huquq komitetining mudiri Kevsar Kamillardan tarkib topgan 5 kishilik hay'at bilan ko'rishib, 10 ming Uyg'urni Kanadaga yetkazish programmasining navbatdagi taraqqiyot yuzlanishi va saqlanayotgan masalalar haqida tafsiliy suhbat olib bordi. Shu kuni yana Dolqin Ayso apandim va Kanadadan kelgan Samir Zubayri boshchiligidagi aziz mehmonlar bilan birlikda Amerika Davlat Majlisini ziyorat qilib, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining raisini o'z ichiga olgan parlament a'zolari bilan ko'rishib, Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining hozir qadar Uyg'ur masalasi ko'rsatib kelgan g'amxo'rligiga alohida minnatdorlik bildirdi. Bu oraliqda Dolqin Ayso apandim o'zining Erkinlik to'zg'i nomli kitobini Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining raisiga taqdim qildi. Dolqin Ayso apandimning bu qitimqi Amerika ziyaratining asosli maqsadi Amerika Davlat Majlisi va hukumatining bu yil 10 oyning 30 kunidan 31 kunigacha Dunyo qurultiyi,
Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik gruppasi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Xalqaro parlamentarlar birligi AIPACning o'rtaq sohibxonligida Tokioda o'tkazilgan Uyg'urlar masalasi bo'yicha Xalqaro parlamentarlar munbiri yig'iniga bo'lgan bevosita qo'llashni qo'lga keltirish va 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining 2 yillik munosabati bilan qurultay tarafidan 2023 yili 9 dekabr kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish asos tema qilingan xalqaro muhokama yig'ini uchun moddiy yordamni qo'lga keltirishdan iborat edi. Kanada parlamentining hokimiyat beshidagi liberallar partiyasidan bo'lgan Avam palata a'zolaridan Samir Zubayri 19 iyul kuni Amerikaning Virginia shtatiga joylashgan Uyg'ur markazida Uyg'ur jamoati bilan uchrashganda Uyg'urlarning intayin cho'ng bir zo'ravon kuch bilan qarshilashayotganligini, bu uzun muddatli kurashda Uyg'urlarning bu zo'ravon kuchga qarshi izchil kuchli turishining intayin muhim ekanligini ko'rsatdi. Uning ko'rsatishicha, Uyg'urlar kuchli bo'lgandala ovozni va uning o'xshash siyosiyonlarga tixim unumli yetkazib, ularning Uyg'ur masalasiga tixim yaxshi ko'ngil bo'lishiga turtki bo'ldi ekan. Samir Zubayri Uyg'ur masalasining uzun muddatli kurash ekanligini va o'zlarining uningga davomli xizmat qilganligini bildirdi. Samir Zubayrdan sirt Kanada parlamentining konservativlar partiyasidan bo'lgan a'zosi Arnold Versin va parlamentning Quebec gruppasidan bo'lgan a'zosi Andrin Larouche xonimdan tashkil topgan 3 kishi Washington qilgan bir haftalik xizmat ziyorati asnosida 19 iyul Uyg'ur markazida belgilik sondagi Uyg'ur jamoati bilan uchrashgan. Uchrashda ular Kanadaning 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga elib kelish planining ilgirlash ahvoli, Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarining Kanadaga kirishini cheklash qatorliq masalalarda so'z qilgan va savollarga javob bergan. Samir Zubayri mundaq dedi: Maiyat jihatdan agar bir davlat bir zo'ravon kuch ziyonkashlik qilmoqchi bo'lsa, ular faqat buningga ruxsat qilinganda, rasmiy buyruq berilmaguncha buni qila olmaydi. Shuningga o'xshashla butun bir davlat birlashib sizga yaxshi ish qilib bermoqchi bo'lgandimi, yozma buyruq bo'lmasa, bu ish oshmaydi. Shunga shuni bilinglarki, qilayotgan bu da'voda sizlar zo'ravon bir kuch, qudratli bir kuch bilan qarshilashyapsizlar. Hech qanday kuch rasmiy buyruq bo'lmasa, sizlarga ziyonkashlik qila olmaydi. Shunga shuning diqqat qilinglarki, harakatinglarda hamisha kuchli turinglar. Sizlarning kuchli turishinglar intayin muhim. Samir Zubayri Kanada parlamentining 2021-yili Xitoyning Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi, shundaqla bu yil Kanadaning oz deganda 10 ming Uyg'urni Kanadaga elib kelishga munosabatli qonun qarornomalarining chiqarilishida halqiliq rol o'ynagan siyosiyondir. Samir Zubayrining ko'rsatishicha, Uyg'urlarning bu uzun muddatli kurash musofasida kuchli turishi u va uning o'xshash siyosiyonlarning Uyg'ur masalasiga tixim yaqindan ko'ngil bilishiga ilhom bo'ldi ekan. Samir Zubayri o'zlarining Uyg'ur masalasiga davomli xizmat qilganligi va to'g'ri tarafda turganligini bildirib mundaq dedi: Chunki bizga o'xshash kishilar bu jamiyatning ichida emas. Sizlar bizga anglatmasanglar, biz qanday kechirimlarni o'tkazayotganliklarini bilmaymiz. Shunga sizlar bizga hamisha so'zlab turishinglar, biz bilan aloqa qilishinglar va bizni harakatlantirib turishinglar kerak. Bu bir uzun muddatli kurash. Biz buningga davomli xizmat qilamiz va biz to'g'ri tarafda turyapmiz. Uchrashda Kanada parlamenti Quebec gruppasining a'zosi Andrin Larouche xonim so'z qilib, uning partiyasining Uyg'urlarni izchil qo'llaydiganligi, Uyg'urlarning bir millat sifatida o'z madaniyati bilan mavjud bo'lib turishining intayin muhim ekanligini qayd qildi. Andrin Larouche bizning partiyamiz hamisha bu masalani o'ylaydi. Buning muhimligini, bo'lib Uyg'ur jamiyatiga atrofli yordam berishning muhimligini ta'kidlaydi. Chunki bu sizlar uchun aytganda mavjudlik masalasi. Sizlarning bir millat sifatida qaltis va haqiqatan esil madaniyatinglar bilan yashash haqqinglar bor. Men hammanglarga yaxshi tilaklarni tilayman dedi. Bu Kanada parlament a'zolarining tunji qitim Amerikadagi Uyg'ur markaziga kelib, Uyg'ur jamoati bilan bundaq bir uchrashda bo'lishidir. Andrin Larouche xonimning aytishicha, navbatda ayollar masalasi, bo'lib Uyg'ur ayollarining masalasi cho'ng bir masala ekan. Andrin Larouche mundaq deydi: Bizning eng cho'ng masalamiz ayollarning ahvoli, bo'lib Uyg'ur ayollarining ahvoli. Ular izdirob chekmoqda, bolalarmi qiynalmoqda. Bularning hammasi bek muhim ishlar. Bu savollarning hammasi sizni bu bolalarning madaniyatidan mahrum qilinishiga majburlanganligini hayronlik ichida voqif bo'lishingizga majburlaydi. Bu bek echinishliq. Shundaqli majburiy tug'mas qilishmi ayollarga nisbatan bek qo'rqinchliq. Men 17 oylik bir qizning opsi bo'lish sifatida barliq bolalarga yaxshi tilaklarni tilayman. Ularning o'z madaniyatida yashay olishi intayin muhim. Amerika Uyg'ur birlashmasining sohibxonligida o'tkazilgan bu qitimliq uchrashishda Kanada parlament a'zolariga Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xti hamroh bo'lgan. Uchrashishda tunji bo'lib so'z olgan Mehmet To'xti Kanadaga 10 ming Uyg'ur musofirni o'rinlashtirish planining taraqqiyot ahvoli, tayyorlik xizmati va duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida to'xtalib o'tdi. Mehmet To'xtining ko'rsatishicha, ba'zi davlatlar bu masalada Kanada bilan hamkorlashishda istaksiz bo'lsa-mu, ammo Kanada hukumatining bu masaladagi irodasi kuchli ekan. Mehmet To'xti Kanada hukumatining bu masaladagi va'dasi intayin kuchli. Buningda bosh minister, muavin bosh minister,
Köçmənlər Ministerligi, bütkül parlament birdek. Parlamentning biz bu ishni qilamiz degan o'rtaq maydonini ko'rsatdi. Navbatda hukumat bu planning oxirgi shakli ustida ishlamoqda. Buning oktyabrning o'ttirlarida bitib chiqishiga umidvormiz deb ko'rsatdi. Reuters agentligining 19-iyul kuni bergan xabarda aytilishicha, Germaniyadagi dangliq avtomobil sanoat shirkati Volkswagen Urumchidagi zavodida majburiy emgak masalasi bor yo'qligini mustaqil tekshirdiganligini, shundala buning natijasining ishonchli bo'lganligini bildirgan. Buningdan ilgari Volkswagen shirkatining Urumchidagi zavodi majburiy emgak chetishlik degan ayblashlarga uchrab kelgan edi. Volkswagen shirkati Savdo va kishilik huquq uchur markazi to'g'rida e'lon qilgan bayonotida to'liqlam berib, biz mustaqil iqtisodiy mufattishlarning Urumchidagi zavodimizda ishlayotgan ishchilarning kishilik huquq ahvol haqida muhim uchurlarni ta'minlaydiganligiga ishonamiz degan. Volkswagen paychiqlar yig'ini mablag' solg'uvchilarga vakolatan so'ragan savolida Xitoydagi mufattishlik cheklamasi va Xitoyning josuslikqa qarshi turish qonuni tufaylidan bu tekshirishning mustaqil tekshirish bo'lishiga qanday kafolatlik qildiganligi haqida gumonni o'ttirib qo'yganda, shirkat mas'ullari buningga tafsiliy javob bermagan. Ammo kishilik huquqni qo'g'dashning nihoyat muhim harakat o'lchami ekanligini va BDTning savdo va kishilik huquqiga doir yetakchi prinsiplarga amal qildiganligini bildirgan. Hammaga ma'lum bo'lgandek, 2013-yili Volkswagen avtomobil shirkati Urumchida sho'ba zavod qurgandan keyin Dunyo qurultiyi ba'zi kishilik huquq tashkilotlari bilan birlikda shu yili Volkswagen bosh shtabiga xat yozib, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi eg'ir bo'lgan Sharq Turkistonda zavod qurish to'g'ri emas deb ko'rsatgan edi. 2016-yildan boshlab Xitoy Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanishga boshlagandan keyin, bo'libmi 2019-yildan buyon Xitoydagi Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak masalasi xalqaro oshkorlangandan keyin Urumchida tarmoq zavod qurgan Volkswagen şirketi xalqarada Uyg'urlarning va kishilik huquq organlarining izchil tanqid nishoniga aylanib qoldi. Halbuki, yillardan buyon Dunyo qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tarafidan Volkswagenga qarshi birlashma bayonotlar e'lon qilinib, namoyishlar o'tkazilib va norozilik maktublari yo'llanib turgan bo'lsa-mu, biroq Volkswagen qulqini yopirib olib, o'z zavodlarining Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsan qildigan yoki Uyg'ur majburiy emgakiga chetildigan jinoyatlarni sodir qilmaganligini ta'kidlab, Urumchidagi zavodini mangdirishda ching turib kelgan edi. Amerika aksiya savdosini boshqarish komiteti 7-oyning 17-kuni e'lon qilgan yangi ko'rsatmasida Xitoy shirkatlaridan Uyg'urlarni majburiy emgakka silish bilan bog'lanishi bor yo'qligi haqida ma'lumot berishni talab qilgan. Mazkur komitetning to'r betida e'lon qilingan ko'rsatmada Amerika aksiya bozoriga kirgan Xitoy shirkatlarining majburiyati va ularning ma'lum qilish kerak bo'lgan savdo turlari bildirilgan. Ular Amerikaning chet el shirkatlarining javobgarligini surishtirish qonun loyihasiga bo'ysungandan boshqa, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga bo'ysunish shart ekan. Ko'rsatmada bundaq deyilgan. 2021-yili 12-oyning 23-kuni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasi Amerikada rasmiy qonunga aylandi. Bu qonun Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidan import qilingan malni cheklaydi. Bu qonunga asosan Xitoy shirkatlari mazkur qonunning cheklamasi va ta'siriga uchmaganligini ma'lum qilishi, haqiqiy ahvolni oshkorlashi kerak. Bu ta'sirlar mazkur shirkatlarning Xinjiangda tijorat qilishi yoki u yerdagi shirkatlarga tayinib qilishi hamda majburiy emgakka zarb berish sababidan ta'minlash zanjirining uzilib qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Amerika aksiya bozorini boshqarish komiteti korxona moliya bo'limining ma'lum bir Xitoy shirkatiga yo'llagan tushuntirish xatida mundaq deyilgan. Biz sizlarning bir qism tijoratinglarning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida ilib berilayotganligiga yoki Xinjiang tijorat qilayotgan raqobatchilarga tayinib qolganliginglarga diqqat qildik. Shirkatinglarning tijorat bo'limi, mahsuloti, mulozimat liniyasi, mulozimat turlari, tijorat shakli Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ta'siriga uchmaganliginglarni bizga tafsiliy ma'lum qilishinglarni so'raymiz. Sizlarni ogohlantiramizki, shirkatinglar va rahbarlik qatlamidagilar bu uchurlarning to'liq va to'g'ri bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Ma'lum bo'lishicha, Amerika aksiya bozoriga kiralgan Xitoy shirkatlari odatda Alibaba, Zhongdong degandek cho'ng shirkatlar bo'lib, ularning tijorat doirasi cho'ng bo'lg'achqa, Sharq Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlarga chetishlik ehtimolimi yuqori bo'ldi ekan. Hürmetli körümenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.